Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib bepulga, tekinga Telegram Premium olishni ko'ramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarda turli xil savollar, negativlar paydo bo'lmasligi uchun. Bundan tashqari kanalimizga bepul Telegram Premium olish uchun juda ko'plab videolar joylaganmiz. Mana shular ko'p hollarda hozirgacha ishlab kelmoqda. Bularni ham ko'rib, mana shular orqali ishlashingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizda Telegram Premium va Telegram yulduzlari konkurslari o'tkazilyapti. Kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube olishingiz mumkin bo'ladi. Bizga Telegram Premium olish uchun mana shu bot kerak bo'ladi. Albatta turli savollar bo'lsa, bizni Telegramdagi profilimizga murojaat qilinglar. Xo'p, bu bot anchadan beri to'lab kelmoqda va bunga zaявка berganmiz Telegram Premium haqida. Buni mana shu video orasiga isbot sifatida qo'yib ketaman. Mana xo'p, bu yerda biz oldingi videolarni ko'rgan bo'lsangiz, referral chaqirish bilan ishlaymiz va bu yerda zadaniyalar bor, shular bajarib pul ishlaymiz. Bundan tashqari saytga yangi botga qo'shilgan narsalar bor, ya'ni mana bu birinchi tugmani bosamiz. Bosganimizda mana bu yerda o'yinlar o'ynab yulduzlar ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bosamiz. So'zlash komnatini bosib, o'sha qancha yulduz qo'yishimizni bosamiz. 10 ta. Yo'q, 3 ta qo'ydim. Endi bu yerdan o'yinni boshlash bosamiz. Hop. Bizda mana ikki xil nima chiqyapti, ya'ni so'zlash komnatini bosib 3 talik o'ynaymiz. Отправить игру-da o'yinni o'zimiz o'ynaymiz. Bunda birinchisida случайный соперникda birorta raqib bilan o'ynaymiz. Demak, 3 ta yulduz tikamiz va случайный соперник bosamiz va o'yinni o'zi topib beradi. Pastda отправить игру degani o'zimiz tanishlarimizdan qaysi biri do'stlarimiz, Telegramdagi do'stlarimiz kirib birgalikda o'ynash uchun shunaqa qulaylik yaratilgan. Ozgina kutib turamiz. Lekin haligi o'yin o'ynashni bilmaydiganlar o'ynash maslahat bermayman, chunki yulduzlaringizni yutkazib qo'yishingiz mumkin. Yulduz ishlashni nimaga o'rgatyapman? Chunki Telegram Premium olishimiz uchun mana shu bot va yulduzlar bizga kerak bo'ladi. Albatta tekinga umuman hozir hech narsa yo'q. Shuning uchun tekinga biror narsa olish uchun ham ozgina mehnat qilishimiz kerak bo'ladi. Balki ko'proq, ba'zilarida kamroq, xullas baribir mehnat kerak bepulga olish uchun. Shuning uchun mana shu usulda olishni sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Xullas bizga o'yinchi topilmadi. Xullas mana shu o'yinni o'ynab ko'paytirishlaring mumkin. Albatta o'yinda yutsalaring ko'paytirasizlar, bo'lmasa yutkazasizlar. Keyin hop, profil bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda biz nechta odam chaqirganimiz chiqadi va balansimiz, xullas hammasi kelib chiqadi. Hop, bu yerda qaytgan do'stlar uchun 2 ta yulduz beradi, yangilar uchun 3 ta yulduz beradi. Yangi funksiyalar bilan tanishtirib o'tyapman. Endi biz chiqarib olishimiz uchun va Telegram Premium olishimiz uchun mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bosamiz. Hop, mana chiqdi. Menda 74 ta yulduz bor. Endi
pastga qarasak, Telegram Premium 3 oyligi 900 ta yulduz, 1200 ta 6 oyligi. 3 oylik yulduzimiz 1700 ta turgandi. Bot yangilanishidan so'ng narxlar anchagina tushdi. Endi buncha yulduz to'plash uchun biz 300 ta referral chaqirishimiz kerak bo'ladi. Endi men zaявka berganman chiqarish uchun, navbat kelishini kutyapman. Shundagina Telegram Premium tashlab beradi. Buni isbot sifatida mana ko'rsatib qo'yishim mumkin. Yulduzlari bittada tashlab beradi. Lekin giflari bittada tashlab beradi, lekin Telegram Premium uchun ozgina kutishimiz kerak bo'lar ekan. Menda 70 ta yulduz bor. Mana 50 tani bosaman. Mana bosganimda mana sizda zaявка bor deyapti. Kuting deyapti. Zaявка qachon bajariladi, shundagina yulduz chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish videosini mana bu yerda qo'yib qo'ydim. Ko'rib olishingiz mumkin. Просто mana bu Telegram Premium mana shu joyda bosganman va bizga navbatingiz kelishini kuting. Zaявka berildi deb xabar kelgan. Albatta Telegram Premium tashlab bersa, kanalimizga joylab qo'yaman, video qilib ham, mayli YouTube kanalimga ham joylab qo'yaman. Demak, asosiy Telegram Premiumni bepulga olish uchun mana shu yo'ldan foydalanishimiz mumkin, chunki bot haligacha to'lab kelmoqda. Anchagina giflarni va Telegram Premiumlarni, buni isbotlarini albatta kanalimga tashlaganman, ko'rsatib berganman YouTube kanalimdagi videolarda. Xullas, ishonchli bot. Sinamasdan kommentariyaga ishlamadi, unaqa deb yozib o'tirmanglar. Kirib ko'rib, bermasa keyin bermadi deb yozsalang bo'ladi. Keyin do'stlar qabul qilmayapti, yulduz bermayapti deganlar uchun kirasizlar, homiy kanallarga obuna bo'lasizlar, keyin yulduz qo'shiladi. U taklif qilgan do'stdan kirmasa, hech qanaqa yulduz sizlar balanslaringga qo'shilmaydi. Demak, videomiz mana shundan iborat edi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga arzon Telegram yulduzlar kerak bo'lsa, ishonchli Telegram yulduzlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video yoqsa like tugmasini bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.